videoda men Minecraft Bedrock'da cheksiz temir ferma qurishni o'rgataman. Videoni ko'rishdan oldin like bosing, kanalimizga esa obuna bo'lib qo'ying. Birinchi bo'lib 5 ga 5 joy qazib olamiz. Men videoni tezlashtirdim chunki zerikarli bo'lib qolmasligi uchun. Sakkiz blok qazib olamiz. Va mana 8 blok qazib bo'lganimizdan so'ng kerak bo'ladi kravat. Kravatlarni bir tarafdan qo'yib chiqamiz va ikkinchi tarafiga ham qo'yamiz va sindirib chiqamiz pastdagi bloklarni. Va bu 9-blok bo'ladi. Ya'ni 9 blok va 8 blok kavlab keyin mana shunday cho'llarni buzib tashlab va yana kravat qo'yib chiqamiz. Va bir tarafi tayyor va ikkinchi tarafi va bu yoq ham bo'ldi. Endi tosh bilan bularni o'rab chiqamiz. O'rab bo'lganimizdan so'ng kamon. Xullas mana shunaqa nimadan kamonchi kasbidan yoki komposter qo'ysanglar bo'ladi. Va bularni ham girdiga mana shunday terib chiqamiz. Agar bu fermani qishloqdan 150 blok uzoqlikda quring, bo'lmasa ishlamay qoladi. Buni aytishadi, nima ko'tarilibdi. Va jitellar to'lqi kattarmagunicha sizlar bu fermani ishga tushira olmaysizlar. Aks holda ishlamay qolishi mumkin. Va biza 20 ta jitel bo'lgandan keyin hammasini to'xtatib qo'yasizlar. Agar 21 ta yoki 19 ta bo'lib qolsa ishlamay qolishi mumkin. Shuning uchun bu yerlarda ham ehtiyot bo'lasizlar. Va mana bir chetdan spawn qilib chiqyapmiz. Kichkinalarni o'ldirib. Endi 20 ta bo'ldi va buni yukasini chiqamiz. Agar bir nuqtasi ham pastni tanlamasa, temir ferma ishlamay qolishi mumkin. Shuning uchun men uni o'ldirdim va endi o'rab chiqamiz. Endi esa mushuk uchun ham joy qo'yamiz va shu kasblarni ustidan qo'ysalar ham bo'ladi. Bizga 5 ta kerak. Undan kam bo'lsa bo'lmasin, ko'p bo'lsa shunday qiladi, lekin kam bo'lmasin. Bu mushuk nima uchun kerak desalar, temir fermamizni golem spawn bo'lishini tezroq qildiradi. Va natijada hammani o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Golem spawn bo'libdi. Va biz 5 ta mushukni qo'yib qo'yamiz. Va hozir tayyor bo'lib qoladi. Va tamom, endi bu yerni yopib qo'ysak ham bo'laveradi.
Ana endi golemni o'ldiradigan joy quramiz. Mana shu yerdan biron chetidan mana shunaqa voronkani qo'yib keyin bu yerga mana shunday oynani qo'yib ikki tarafiga knopka qo'ysalar bo'ladi. Agar bu usul yoqtirmasalar ana yig'adigan taxtachalar bilan ham bo'ladi. Mana men voronkani olib keldim va tamom. Ana endi shunchaki narvonni qo'yib va bizning temir ferma tayyor. Mana shunday bezatmoqchi bo'lsalar mana shunaqa agar ustidan yarib bilan ham qo'ysalar zombi ham kirolmaydi ichiga. Va men buni spektator rejimida ham ko'rsatib o'taman. Va mana kravatlar pastida, keyin jitil va mushuklar suv lavani oldiga boradi, lava o'ldiradi va varon o'sha dropi voronkaga tushadi. Voronkadan esa sandiqqa yuboriladi va biza olishimiz mumkin. Qani endi ko'ramiz qancha tana yig'ilibdi ekan. Mana yig'yapti. Bu yerga yoki yarimtalik blok yoki oyna qo'ysalar bo'ladi. Va ana endi sandiqni ko'ramiz. Va mana unga bir stak bo'lishiga kam qoldi. Sizlar ham bu narsani